Assalomu alaykum. Bugun sizning nevropatologingiz doktor Alimov bilan sport bilan muntazam shug'ullanishning qanday nevrologik kasalliklarda foydasi borligini va qaysi kasalliklarni oldini olishligini ta'kidlab o'tamiz. Birinchi, sport bilan muntazam shug'ullanuvchilarda depressiya, kayfiyat tushishi, qo'rquv, vahimalar kabi holatlar juda kam uchraydi. Buni sababi esa yaqinda chiqqan Amerikada chiqqan National Institute of Health, ya'ni Amerika Milliy sog'liq instituti ma'lumotlariga qaraganda, sport bilan muntazam shug'ullanuvchilarda 30-40% gacha serotonin moddasi ishlab chiqarilishi kuchayadi. Bu nima degani? Serotoninning o'zi miyada shunaqa moddaki, depressiya, tushkunlik, motivatsiyaning so'nishi yoki nevroz kasalliklarida asosiy o'sha serotonin moddasining kamayishini hisobiga organizm depressivniy holatlar kuzatilishi mumkin. Bu degani sport bilan shug'ullanuvchilarda deyarli depressiya holatlari kam uchraydi degan xulosaga kelish mumkin. Ikkinchisi, sport bilan muntazam shug'ullanuvchilarning insult bilan chalinish ehtimoli, xotira pasayishiga olib kelish ehtimoli juda kam. Bu nima bilan bog'liq? Sport bilan muntazam regular shug'ullangan payti organizm, ya'ni miyaga perfuziya, qon borishi yaxshilanadi. Natijada qondagi oziq moddalar bu miyani o'zining sirkulyatsiya yaxshilangandan keyin uni xotirasi, insonning xotirasi, konsentratsiyasi, diqqati yaxshilanganligini ko'rish mumkin va o'z navbatida yuqori qon bosimdagilar agar sport bilan shug'ullanishga qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, muntazam shug'ullangan paytda ularda qon bosimini quyuqlashishini oldini olish, shuningdek qon bosimining normallashuviga olib kelishi mumkin. Uchinchi, bu nevrologik holatlar, bu disk grijasi yoki bo'g'imlardagi artroz, bo'g'imlardagi ko'pincha 40 yoshdan keyin yuzaga keladigan kasalliklar. Bu nima bilan bog'liq? Yana o'sha qon aylanishiga qaytamiz va organizmda metabolizm, ya'ni moddalar almanishi, shuni degan tushuncha bor. Bu nima degani? Xo'p, sport bilan muntazam shug'ullangan paytda tog'aylar, xriyashlarda o'sha xondrotsitlar, ya'ni tog'ayda ishlab chiqaruvchi, tog'ayda doim yangilab boruvchi, qo'pol qilib aytganda obnovleniya qilib boruvchi to'qimalar sport bilan shug'ullanganda o'sishi, o'zining nativ tabiiy xususiyatini saqlab qolishi uzoq muddatgacha saqlanadi. Ikkinchisi, doim bo'g'imlarga nagruzka, yuklama tushgan paytda ularda atrofdagi mushaklarda ish qobiliyati, yuklama ko'tarish qobiliyati yuqori bo'ladi. Endi to'rtinchisi, uyqusizlik bilan kechadigan juda ko'p kasalliklarda aynan sport asosiy yechimlardan biri hisoblanadi. Nimaga? Kuni bo'yi jismoniy aktivlik bo'lgan payti birinchidan charchoq yuzaga keladi va ikkinchisi melatonin miqdori, ya'ni uyqu chaqiruvchi tabiiy gormon mavjud insonda. Bu ko'pincha kunning ikkinchi yarmida qorong'i payti yorug'lik o'chgandan keyin, quyosh botgandan keyin ishlab chiqariluvchi gormon hisoblanadi. Ana shu gormonning ishi ishlab chiqarilishi kuchayadi. Demak, yuqoridagi 4 ta holat. Birinchisi depressiya, trevoga, nevroz kasalliklarida, ikkinchisi insult yoki xotira pasayishini oldini olish maqsadida, uchinchisi tayanch harakat va disk grijasi bo'lmasligi uchun, to'rtinchisi esa bu uyquni yaxshilash uchun sport bilan muntazam shug'ullanish kerak. Sportning albatta organizmga juda ko'p foydalari mavjud. Biz nevrologiyaga oid 3-4 ta bir bo'g'imning sabablarini, kasalliklarning turlarini aytib o'tdik. Siz sport bilan qanday shug'ullanasiz? Sizning rejimingiz qanday va haqiqatan biz aytgan yuqoridagi foyda va o'sha foydalarni sezganmisiz? Fikrlaringizni kommentariyada kutamiz. Siz bilan Vatan tibbiyot markazi. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang va sport bilan doim shug'ullaning.